Yo'q, ha, o'zi biz emas. Sen g'irt qishloqqisan, chunki sen juda ham vahshiysan. Qayerda yozib qo'yibdi qishloq odam vahshiy bo'ladi deb? Sen mana shu miyang bilan o'ylayapsanmi? Asabimga tegma. Sen meni asabga tegayapsan, meni asabimni buzyapsan sen. Asabingni hozir buzishni oz ko'rst. Yo, stop, seni o'ldirishim mumkin-da, hozir men asabimni buzyapsan, tushundingmi? Shu uchun vahshiy deyapman-da, sen indamasa hammamizni o'ldirasan. To'g'ri. Yaxshi, sen bilan tortishib o'tirgan befoyda. Men senga aytdimmi, BMW zo'r dedimmi, sen Merz zo'r deyapsan. BMW zo'rligini hamma biladi, tushundingmi? Yo'q, Merz zo'r, xohlasang obunachilaringdan so'ra. Bilaman, qarab tur. Короче, barchaga assalomu alaykum. Sizlar Jo'xan Qayzir kanalidasizlar. Obunachilar, короче, hozir men mana bu basharasi xunuk bo'lgan jitel bilan tortishib o'tiribman. Merz deb o'tiribdi, men BMW desam. Sizlarga qaysi biri yoqadi? Kommentar yozib qoldiringlar. BMW yoki Merz. Kimga BMW yoqsa, albatta kanalga obuna bo'lsin. Merz yoqsa esa nima qilsin, sen o'zing ayt. Kommentariya yozsin. No, BMW yoqsa, BMW ham kommentar yozishlari mumkin-ku. Mayli, unda BMW yoqadiganlar obuna bo'lib komment yozsin, Merz yoqadiganlar like bosib komment yozsin. To'g'ri, mana bu gapingga jon bor. Короче, sen bilan boshqa tortishmayman, men ketdim. Короче, obunachilar o'zingizlar aniqini aytib berasizlar, sizlarga ishonaman. Yaxshisi men o'zimning shaxsiy ishlarim bilan shug'ullanganim yaxshi. Shu jitel bilan tortishib o'tiraversam, bilmam necha kun tortishib o'tiraman. Tak, o'zimning ishlarimni qilaman. Kompyuter yo'qib turib, Minecraftga kirib, bitta videolar olishim kerak sizlar uchun, albatta, chotki qilib. Wi-Fi pul tugabdi. Mayli. Yaxshisi, bekor o'tirgandan ko'ra biroz ketmonda olib turib, fermaga ishlay. Fermam, bilasizlar, to'lib ketgan, qaranglar. Oho, dahshat bo'lib ketgan. Voy, beparasat. Mayli, nayloch. Hozir bittalar bular yig'ishtirib turib olib qo'yaman. Qaysidir jitelga bersam olmaydi-da jitellar. U kibr bo'lib ketganmi yoki shunchalik to'yib qolganmi bilmadim, lekin hozir qaysidir jitelga borib bersam, mana shu sabzi yoki boshqa narsa olmaydi. Hayronman nimaga olmaydi. Men ulardan pul so'ramasam, tekinga prozadak bersam olmaydi. Hayronman, bu ahmoq jitellar qayerdan bunaqangi siz olmaysan, suvga tushma. Bunaqa g'oyalar qayerda o'ylab topganiga hayronman. Xo'sh, bo'ldi. Voy, yana buzib qo'ydim. Bo'ldi. Chotga gap yo'q. Ana endi ekib chiqish kerak, qaytarib hammasini. Tak. Bo'ldi. Endi bu qatorga kartoshkalarni ekamiz. Tak, bo'ldi. Menimcha yaxshi. Bular sotmoqchiman. Pulim ko'payib ketdi, shunda qaraylik. Shuncha narsa bir stakka yaqin yoki bir stakdan oshiqmikan? Bir stakka yaqin ekan, chunki hozir mana buni davomini ekaman. Bir stakka yaqin nima bo'ladi? Nima edi? Короче, sabzi bo'ladi. Buni esa men sotsam bo'ladi bemalol. Mayli. Tak, birinchi olib turib keyin buni qilish kerak ekan. Bo'ldi, всё. Davayt yopib qo'yamiz. Bo'lmasa jitellar kirib buzib taylaydi narsalarimni. Jitel, qalaysan? Nima qilyapsan meni uyimni oldiga? Короче, sen bilan urushmoqchiman. Seriozmi? Men bilan urushmoqchimisan sen? Sen shu hozir qanday urushmoqchisan men bilan? Qo'lingni mana bunaqa qilib olgansan. Men aqliy tomonlama urushmoqchiman. Qanday bo'ladi aqliy tomonlama? Короче, senga savol beraman, topsang yegasan, topmasang men yegaman. Shu urush bo'ladi. Bu urush deyiladimi shunda? Urush deyiladi. Mayli, savolinga eshitay chiqani. Tovuq birinchi paydo bo'lganmi, tuxummi? Tovuq birinchi paydo bo'lganmi, tuxummi? Stop. Sizlar bilasizlarmi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Men bilmadim, to'g'risi yutqazdim, mayli. Ko'rdingmi, men sendan kuchliman. Qanaqasiga savolingni topolmaganimga sen kuchli bo'lib qolasan? Endi bilmadim. Короче, bo'ldi. Matematikani bilasanmi? Bilaman. Короче, men senga bitta zo'r savol beraman, qarab. Bitta son o'yla. O'yladim. Nechi? 7. Men sen o'ylagan sonni topdim. Sen 7 ni o'ylagansan. Yo'q, qanday topding? Rostdan topdingmi? 7 ni o'ylaganmiding? Ko'rdingmi? Endi men bilan o'yin qilma, bor, uzoqqa o'yna. Men top qo'yaman-da, o'zi shunaqaman. Lekin bilmadim, bunaqa ertalabdan hamma jitel menga o'zicha har xil sinovlar taklif qilyapti, nimadir bo'lib ketyapti. To'xtanglar-da. Men ham o'zim sinovimni ularga taklif etaman hozir. Tak, jitellar bilan bir savol javob qilaylik. Qani? Yana savoling bormi? Ayt, savoling bo'lsa agar. Bor savolim. Ayt chiqani. Bitta archa daraxti bor. Uni 7 ta shoxi bor. 7 ta shoxda yana 3 tadan shoxchalar bor. Har bitta shoxchada 5 tadan olma bor. Savol, daraxtda nechta olma bor?
Birinchidan o'zingni bir doktor-poxtorga ko'rsatib ol. Ikkinchidan archada olma o'smaydi, tushundingmi? Qayerdan bilding? Bilaman-da, bu tentak odam ham biladi-ku. Mayli, unda sen savol ber. Men savol bersam baribir topolmaysan. Topaman 100%. Unda eshit. Короче, bitta odam bor ekan. Keyin u bitta pul yo'q ekanda, короче, bitta do'konga borsa, narsa olmoqchi ekan 100 ming debdi. Keyin do'stidan borib 100 ming qarz topdi-da, qaytib kelib, telefon so'rasa, aksiya narxi 95 ming bo'lib qopti. Keyin u 95 mingga olibdi. Keyin 5 ming topdi-da, ko'chaga chiqibdi. Keyin ikkita do'sti kelib qopti. Keyin ular qarz so'rabdi, ikkoviga 1000 so'mdan beribdi. Yo'q, 2000 dan beribdi, o'zida 1000 so'm pul qopti. Keyin ana 1000 so'm pul bor-ku. Shuni olib boribdi-da, ana odamga beribdi. Nima edi? Короче, qarz olgan odamga beribdi. Keyin nima bo'lgandi? Esimdan chiqib qoldi nima bo'lgani. Mayli, muhimi men yengdim. Ana endi mana bu Jitel bilan bahslashamiz. Qochib ketdimi? Oy, Jitel qalaysan? Menga qara. Oy, menga qara, o. Eshitmayapsanmi? Kar bo'lib qolganmisan? Eshitmabman. Короче, sen bilan bitta bellashuv qilishimiz kerak. Qanaqa bellashuv? Короче, Latif aytchi o'ynaysanmi? O'ynayman. Mayli, sen birinchi boshla. Yo, o'zingdan bo'lsin. Yo, sen boshlab ber. Yo, o'zingdan bo'lsin. Mayli, men boshlayman, qarab. Короче, bitta jinnixonaga, sen yashaydigan jinnixonada jinnixona bor-ku. Sen bu gapingni men jinni demoqchimisan? Qo'yil, sen jinni emas ekansan, jinnligingni bittada tushunding. Mayli, короче, Latifani eshitib, bitta jinnixonada bitta jinni pichoq topdi-da, xursand bo'lib yurgan ekan. Keyin doktor ko'ribdi. "Hoy, nima xursandsan?" desa, "Men xonadoshimni kallasini uzib, shkafga yashirib qo'ydim, tursa rosa izlaydi" degan ekan. Juda ham kulgili ekan, menga yoqdi. Endi sen ayt. Vada Latifa hozir. Короче, bitta jinnixonaga, sen yashaydigan jinnixonaga o'xshaydigan jinnixonada. Sen meni hali jinni deyapsanmi? Ha? Mayli, Latifangni ayt oxirigacha, keyin senga sovg'am bor. Yo'q, qanaqa sovg'a? Avval ayt, keyin beraman. Mayli. Короче, rasmga tushiradigan odam bor, fotoapparatchi. O'sha kelibdi. Keyin bitta jinni rasmga olaman debdi. Keyin jinni aytibdi, "Meni daraxt orqasida rasmga qo'ying" debdi. Qani, Короче, daraxt orqasida tursang ko'rmaysan-ku desa, keyin men daraxt orqasida rasmga olay, men o'ylabga bu rasmni jo'nataman. Keyin o'ylaming rasmimni ko'rib o'tirishganda men daraxt orqasidan chiqib qo'rqitaman debdi. To'g'ri, juda ham kulgili, ammo ana endi men senga sovg'ani bermoqchiman. Yo'q, qanaqa sovg'a? Короче, tantanali ravishda senga topshiraman, mana. Bu men jinni dedi. Bu gap uchun sovg'a. Jitel, sen bilan ham nimadir ustida bellashaman olasang. Men bellashmayman to'g'risi. Sanaqa kichkina detskiy bolalar bilan bellash men uchun emas. Mayli, bellashmasak. Lekin bu gaping ortiqcha bo'ldi. Yaxshi, bellashmayman, просто bellashmayman deb qo'ysa bo'ladi-ku. Brat, qalaysiz o'zi? Hop, prichoskalar bugun boshqacha. Bugun kechga svidaniyaga boraman. Qara, qiz topganmisiz o'zingizga? Topgandim. Nimaga o'zi men Jitel sizlayapman? Sen qiz topganmisiz o'zingga? Romkayda bo'lar. Sen hali menga sakramoqchi bo'lyapsanmi? Mujimsan, yur ketdi, birga bir solishib qo'yaveramiz sen bilan. Yur davay. Davay yur, ketdi. Yurak, nima kelmayapsan? Sen mujiksanmi deb o'tganding. Yur endi. To'g'ri aytsam, xotirim qo'ymaydi. Sen hali xotining bo'lib turib, kechga svidaniyaga bormoqchimisan? Xotinimga aytib iltimos. Xotining qaysi? Xotinimni bilmayman o'zim. Ana keldi, orqamda turibdi. Bo'ldi, hozir 1 minut shu yerda turib. Opa, menga bir qaror endi. Nima bo'ldi? Короче, ana erizmi? Erim. Короче, eriz kechga bitta boshqa qiz bilan svidaniya qilmoqchi. Nimaga? Yordam bering, erimni jazolash kerak. Albatta, menga aytasiz. Eriz quyonda rasmini chizib yuboribdi. To'xtala, hozir erini topamiz. Men uyga kirib oldim-ku eri. Yo'q, qayoqqa ketdi? Mana-ku, eriz mana yerga kelibdi ekan. Nima qilay, qanaqa jazolay? Bilmadim, o'zing bilasiz. O'zim bilaman, aytmasam. Tuyak, bratan, mana bu sizga sovg'a deyiladi. Xohlasangiz boshqa sovg'a ham berishim mumkin edi, ammo sizga yarasha sovg'a shu. Ana endi kech bo'lyapti. Qishloq jitellari asta-asta tarqab ketmoqda. O'zi faqat ayollar qolibdi. Mayli, ayollar bilan suhbat o'tkazamiz. Merdiyoniga bir kirib chiqayda 5 minutga.
mer yo'q. Merda bahonada kompyuterni o'ynab olaman, to'xtanglar. Kuchli-da buni kompyuteri. Merda kompyuterida tak RTX 5090 qo'yilgan, juda ham tez ishlaydi. Tak, okey. Minecraftda fitfilyon FPS bu juda dahshat degani. Sizlar qayerdan ham bilardinglar fitfilyon FPSda. Sichqonchasi juda ham brak ekan, o'ynash qiyin. Hayronman, mayli. Mayli. Hozir ana shu yetellarning mazgisini itaraman. Qalaysan? Yaxshi, o'zingchi. Zo'r, qochib ketdimi? To'xta. To'xta. Sen hali mendan qochadigan bo'ldingmi? Yaramas? Bo'ldi. Ana endi uxlayman. Buguncha ko'nglim joyiga tushdi. Jitellarni yetalcha o'ldirdim. Birat nima gap? Nima jitellarni o'ldirib yuribsan? Mana shu uchun o'ldirib yuribman. Asamni buzish kerak emas. Men prosta uxlamoqchiman. Tak, ana endi uxlayman, короче.